Hi, hello guys. Nice to see you again. Assalamu alaikum saboqdoshlar. Qayt ko'rishganligimdan juda xursandman. Today we will learn some phrases about call. Bugun sizlar bilan call bilan munosabatli bo'lgan bir qancha so'z birikmalarini o'rganib o'tamiz. Birinchi so'z birikmamiz bo'lsa call at. Call at deymiz. Call at degan ziyorat qilmoq, yo'qlamoq degan gap. Masalan bir misol ko'rsak, they called at Mr. Brown's office last Thursday. Nima? Ular qana qildi? Oldingi seshanba kuni Brown apandimninki ishxonasiga yo'qlab bordi. Yana bir so'z birikmamiz bo'lsa call at, call out. Call out. Call out degan chaqirmoq degan gap. Masalan, he called out to me, but I did not hear him. U men chaqiradigan bo'lsa-mu, lekin men uning ovozini anglamabman yoki uning to'lig'ini anglamabman degan gap bo'ldi. Yana bir so'z birikmamiz bo'lsa call on. Call on degan ziyorat qilmoq degan gap, ziyorat qilmoq, yo'qlamoq. Masalan bir misol ko'rsak, I called on George yesterday. I called on George yesterday. Tunugin men George telefon qildim. Yoki tunugin men George'ni yo'qlab bordim degan gap. I called on George yesterday. Yana bir so'z birikmamiz bo'lsa call up. Call up degan telefon bermak degan gap. She will call you up tomorrow. What? She will call you up tomorrow. Ata u sizga telefon berdi. She will call up. She degan u degan gap, will degan kelgusida qilmoqchi bo'lgan ish. Call up, call you up. Sizga telefon berdi qachon? Tomorrow. She will call you up tomorrow. Next phrase is call off. Yana bir so'z birikmamiz bo'lsa amaldan qoldirmoq, bekor qilmoq degan gap. Masalan, he has called off the trip. He has called up the trip. Nima? U sayohatini qana qildi? Amaldan qoldirdi yoki sayohatini bekor qilib o'tdi degan gap bo'ldi. Saboqdoshlar, bugunga so'z birikmamiz bo'lsa, call bilan munosabatli bo'lgan so'z birikmalari call at, ziyorat qilmoq, yo'qlamoq, to'xtab o'tmak degan ma'nosida. Call out, chaqirmoq. Call on degan ziyorat qilmoq, yo'qlamoq. Call up, telefon bermak, telefon urmoq. Call off, amaldan qoldirmoq, bekor qilmoq degan gap. Ladies and gentlemen, see you next time.